Men to'g'risi qarindoshlarimnikida turganman-da. Shuning uchun aytamanki, qarindoshlarnikida turgandan begonaga pul berib turgan afzal kezi kelsa. Ular sizga hech narsa demaydi, ular sizni uydan haydab chiqarmaydi. Lekin o'zi asabiylashib turib, nimanidir taraqlatib qo'ysa ham, shu sizni miyangizga yetib keladi. Menga nimamdir yoqmayapti shekilli. O'tira olmaysiz ham, osh harakat ham qila olmaysiz, bir joyga chiqa olmaysiz ham. Shu nuqtai nazardan biz kvartiralarda turganmiz. Qarindoshlarimizningida turgan paytimiz ketkim kelmasdan eshikda 3-4 qilib o'tirib qolib, ertasi kuni yuzimizni yuvib yana ishni davom ettirib ketgan paytlarimiz bo'lgan. Keyin ishdan quvib chiqarildik bir kuni. Ma'lum sabablari bor edi, uni ham boshqalari sabab biz ham chiqib ketishga majbur bo'lganmiz kechasi. Shu zaylda shunchaki kechqurun ketdik ham yoki mening yurtim haydab borganmi? Yo'q, kechqurun o'tirmaylar bu joyda. Chunki bir guruh o'sha xodimlarimiz tasvirga olish qurilmalaridan o'zlaricha beboshlarcha foydalanishgani ma'lum bo'lib qolgan. Keyin shundan keyin hamma kechasi o'tirmasin My5da degan fikr bo'lib, shu bilan kvartiraga chiqib ketganmiz. Ana endi hayot boshlandi deganimizda ungacha mening yurtimda yashagansiz. Hayotimning ko'p qismi shunaqa o'tgan. Telekanal o'zida o'sha podvalda. Telekanal o'zida o'tgan. Shuning uchun hozir biz imkoniyatimiz yo'q-da Toshkentga kelishga deydiganlarga tan bermayman. Imkoniyatni xohlasa ko'chadan ham topish mumkin. Ko'chada yotib bo'lsa ham o'zini tikkalashga harakat qilishi mumkin. Hech qachon sizni tayyoriga "Kel, men seni quchog'imga olaman, har kuni qaymoqqa, nonga qaymoqni surtib beraman, maza qilib yeb olasan" deydigan odam yo'q poytaxtda.